Tonalli kremni jarit qilamiz. Estee Lauderni originali. Agar jarit qilsalaringizlar, agar yuzlaringizga даже tatuirovka bo'lsa, o'shani ham berkitib berar ekan. Hozir sinab ko'ramiz. Mana yuzimga tatuirovka bo'lmagani uchun podvodka bilan katta qilib chizamizda, qurigandan keyin jarit qilib yuzimizga surtib ko'ramiz. Yuzimizning tatuirovkasi tayyor. Endi tonalli kremni qovurib kelamiz. Bijir qilaykan, oldinroq olib keling. Oldinroq olib keling. Tekshirib ko'rish uchun bir tarafimga qovurilmaganini qilib ko'ramiz, bir tarafiga esa qovurilganini qilib ko'ramiz. Uni berim ko'kardan, ukoldan. Issiq lekin holi. Yopishib qolgan-ku. Wow. Ballayam o'xshamadi. Qotib qoldi, tamom. Ana, umuman bo'lmayapti. Lifehack ishlamadi. Endi buni yo'qotmasam, nanam deddomga topshiradilar.